Hojatxonaga tez borish azobidan qanday qilib 3 kunda qutulganligi haqida gapirib berishmoqchi. Inshaalloh mana Kotijon tog'a gapirib berasiz hozir. Albatta. Siz tengqurlar, qiynalib yurganlar bo'lsa, hojatxonaga kechasi bilan ko'p borayotganlar bo'lsa, bu videoni ko'rgandan keyin qiyinchiliklari yo'qoladi, xudo xolasa. Albatta. Sizni holatingizga havas qilganlar shu videoga bitta like bosib qo'yishadi inshaalloh. Men bir 10-15 yildan beri mana shu prostat kasalligidan azob chekardim. Ba'zida shu ish olsangiz 10 martagacha kechasi chiqaman. 10 martagacha. Uyqu yo'q. Endi shu uxlab ko'zingiz ilingizga chiqib, shu siydik qissaydi borib, shunday hojati qilgandan keyin yotasiz. U yoqqa og'anaysiz, bu yoqqa og'anaysiz, uyqu kelmaydi. Keyin yana turasiz, yana mana shunaqa ahvol bilan kechasi uyqu yo'q. Kunduzi ham shu haligi bir joyga borib bir ko'proq o'tira olmaysiz. Bir pas o'tirsangiz darrov qistab qoladi, yugurib tashqariga ko'pchilikni orasidan chiqishga odam xijolat qiladi, chiqishga odam majbur bo'lib qoladi. Tabletka, ukollarni juda ko'p olganman. Juda ko'p olganman. Endi men bir 2 marta umraga borganman-da. Shu umrada endi mana shunaqa qo'zg'ab tursam nima qilaman degan fikrlarda o'sha yerga ketyapman, bir olam nimalarni, tabletkalarni olib o'shalarni ichib yurganman. Endi ular shu ta'siri unchalik ko'p emas. Gapni to'g'risida ta'sir qildimi bilmayman, ammo lekin sal pasaygan. O'sha masalan 5 marta chiqayotgan bo'lsam, 4 marta bo'lgan, 10 marta chiqayotgan bo'lsam, shu mashinaga qilib salpal ta'sir qilgan, lekin meni shu bir maza qilib yuradigan holatim bo'lmaganda gapni to'g'risida. Bu hojatxonada siydik kelishi, bo'shanishingiz, achishishlar bo'larmidi? Shu haqida gapirib bering. Bo'lardi uka, bo'lardi. Chunki mana shu borib siyishning o'zi ham muammo edi-da menga-da. Shu borib o'tiraman, ozgina ketadi. Keyin bir pas turib yana qistaydi. Bir pas turib yana-da o'sha o'rnimdan turib shu bir shimimni tok kiyib olgunimcha yana bir marta qaytib o'tirishga to'g'ri keladi. O'tirganda ham hechqana bir ipliqdek oqadi. Napor yo'q vobshe. Mana shunaqa bo'lib juda qattiq qiynaldim uka. Achish ham bo'lardi. Ba'zilarda shu haligi savolini ko'p yeb qo'ysam, men nima bilmayman, shu achishib shu odamni qiynardi-da, xullas kalomda. Shundan o'tirib va yozilsam, shavullab ketyapti-da. Bir maza qilasiz, tanangiz rohat oladi-da. Yoshlikda qanday bo'lgan bo'lsa, mana shunaqa maza bo'lib qoldi. Mana hozir yaxshi bo'lib yurib, ko'chalarga chiqib, yo'riq so'rovlarga borib kelib turibmiz uka. Hozir kechasi bir marta, 10 marta edi. Juda qiyin edi o'shanda. Mana shu holatda bir juda qattiq qo'zg'ab qoldi oxirgi paytda. Qo'zg'agandan keyin ukam keluvdi, ukam bilan gaplashib tursak, mana shunaqa bo'ldi desam, aka bir mana nimaga urolog doktor kelgan, doktorxonamizga, o'zimizni poliklinikaga shunga bir olib boraymi dedi. Mayli boraylik deb bordik. Borsa u bilan yaxshi bola ekan, keyin ko'rib, apparatlarga tushirib ko'rib, amaga dedi, juda ahvolingiz og'ir dedi. Gapni to'g'risida 6 oy, 7 oyning ichida dedi, umuman suyolmasdan qolasiz dedi. O'sha yonboshingizdan teshib qo'yamiz dedi. Keyin shu haligi oqib yotadi, kateter bilan dedi, oqib yotadi. To'rtta odamni ichiga kira olmaysiz, bir qayerdan ekansiz, bir bu yoqqa yo'riq-bo'riqlarga chaqiradi. Borib şeyde bir o'tira olmaysiz, xijolat qilasiz. Uyingizdagilarga ham malol kelasiz, uylar bilan. Shuning uchun nima qilmasdan tezroq borib operatsiya qildiring dedi. Bir chiroyli mana hozir oldingizda o'tiribman deb uka. Napor qanaqa, yaxshimi? Napor juda zo'r. O'sha aytyapman-ku, o'sha 25 yoshimda qanaqa bo'lgan bo'lsam, hozir napor ana shunday. Hozir to'liq bo'shalyapsiz, to'g'rimi? Shu to'liq o'sha shovullab ketadi. Tamam, juda yaxshi bo'lyapti. Achishish yo'q, xudo xolasa. Yo'q, achish yo'q. Juda yaxshi, Xudoga shukr. Siz oldin bunaqa yengil operatsiya borligini bilmagansiz-da? Yo'q. Men endi operatsiya desa kesadi deb o'ylagansiz. Kesadi deb o'ylaganmiz. Kesib keyin u anchagacha uning nimasini dardini tortib yotaman deb o'ylagansiz. O'ylaganmiz. Meni qo'limdan ushlab, gapni to'g'risida, bunda muhovati yo'q. Shu qo'limdan ushlab olib borib analizlarni qildirib, bir kun ertadan kechgacha shu bilan ovora bo'ldik. Keyin kechqurun doktor keldilar. Doktor kelib, ishonsangiz menga narkozni berdi, belimdan pastda
qimirlamaydigan bo'ldi. O'zingiz uyg'oq. O'zim uyg'oq ekranni menga monitorni to'g'rilab qo'ydi. Mana tomosha qilib yoting o'tag'on dedi. Mana oldin qanaqa bo'lgan, hozir qanaqa bo'lyapti, shuni ko'rasiz dedi. Men yotibman, hech qayim hatto pashsha yurganda ham yo'q. Shaxs uyalida yurganda ham yo'qda. Operatsiyadan oldin qo'rquvmidingiz? Juda qo'rqaman endi. Yoshim bir joyga borib qolgan odam bir narsa bo'lib qolsa nima bo'ladi, mana bolalarim ham borib hammasi nevara-chevaralar o'shada yig'lab o'tirib olgan. Gap to'g'risi. Og'ir operatsiya shekilli Bilmadim deb. ham, gapi 45 minutda chiqdi. 45 minutda. Umridan baraka topsin o'sha doktorlarni. CD yo'lingiz to'silib qolgan ekanmi? Monitorda ko'rdingizmi? Uni monitorda ko'rdim, u bir hali qo'yni junni o'g'anga o'xshab, shu mashina qilib qirib, uning shu bittaligi nima bor-ku, banka. O'shani qarib yarim nima chiqdi o'sha yerdan. O'simta deng. O'simtalar chiqdi. Ammo juda minnatdorman. Shuning uchun agar menga o'xshagan mana shu kasali bor odamlar bo'lsa, hech qo'rqmasdan, hech qanaqa nima qilmasdan bemalol bo'lib shu operatsiya qildirib kelsa. Yoshlik davriga qaytsin deng-a. Qaytib mazza qilasizda. Mazza qilasiz. Biz hozir qayerdamiz, tog'a? Kosonsoy shahri. Kosonsoy shahrini o'tasi bog' bor mana edi. Mana shu yerda 200 metr narida hokimiyat bor. 7-maktabda yonida ekan. 7-maktab bor, 5-maktab bor, rus maktab. Kotibjon tog'a desa, Kotibjon aka degan men hamma taniydi. Bu yerdagilar bo'lsa, sizni so'ramoqchi bo'lsa, hamma meni taniydi. Mana Kosonsoy shahar qishloqlari bilan hammasi taniydi meni, hammasi. Kim kelib masalan meni gapimga ishonmasa, men bilan mana живой men bilan gaplashaveradi. Desa, men uni hech qanaqa muhabbatsiz, hech qanaqa uni orasiga gap qo'shmasdan, chiroyli men u kecha Olimjon bilan gaplashganimni aytdim. Nima deb aytadisam, nima bo'lgan bo'lsa shuni aytasiz. Shunaqa. Bitta narsani qo'yishman, bitta narsani olib tashlaman. Qanaqa bo'lgan bo'lsa shuni yozib aytavering amaga biz qo'rqmaymiz chunki mana yerda bizga oldimizga kelgan odamlarni biz rozi qilib ishlatishimiz kerak deb u kishi menga aytdi. Mana sizga to'g'ri gapni gapirdim. Hech qanaqa bir muhobbati yo'q. Qiynalib yurganlar bo'lsa, qiynalmaydi-da. Albatta o'sha qiynalib yurganlar bo'lsa, kelsa keyin biladi, o'sha qiynalgan odam biladi. Keyin Inshaalloh, inshaalloh.